Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Charchab qolmaysizlarmi? Anvar aka, salomatmisiz? Safarlar bilan charchab qolmaysizmi? Muhammadjon aka, yaxshimisiz? Demak, All Comfort kompaniyasi uchun maxsus saralangan logotip variantlarini ko'rib chiqamiz brendlarimizni. Demak, ketdik. Birinchi o'rinda Yevropadagi umumiy mashhur bo'lgan avtobus kompaniyalari, ularning brendlari, logotiplari tahlil qilindi. Bulardan BCS kompaniyasi, Lux Express, o'sha Niderlandiyadagi BCS kompaniyasi, Estoniyadagi Lux Express kompaniyasi, Eurolines Italiyadagi, Apollo, Pegasus, misol uchun United Kingdomdagi yoki Flixbus Germaniyada, Fransiyada ham ko'rgandim. Flixbus juda ham yaxshi brend qilishgan. Ya'ni ma'nosi bor. Ya'ni o'zi Wordmarkda o'zida, brendida o'zini g'oyasi, o'zini yo'nalishlari, o'zini belgilari bor. Ecolines bu Latviyada joylashgan, Alsa Ispaniyada, BlaBlaCar bu o'sha Germaniyada joylashgan. Demak, umumiy ko'ramiz, bizni mana shu yerda biza BCS kompaniyasini yondashuvi holati, ya'ni B harfidagi qanotni, tezlikni ochib berishi, Lux Expressdagi harakatni, tezlikni, yo'nalishdagi tezlikni ochib berishi, Alsadagi o'sha belgilarga e'tibor beradigan bo'lsak, bu ham xuddi shunday harakat yo'nalishini ochib berishi, Eurolinesda ham xuddi shunaqa yo'nalishlarni ochib berishi va Flixbusdagi juda ham o'zimga yoqqani bu asosan harakat tezligi yo'nalishlarni ochib berishini bu yerda ko'rishimiz mumkin. Demak, bir nechta variantlar qilindi. Mana shu variantlardan ichidan saralab siz uchun hozir 3 tasini taqdimot qilamiz. Birinchi o'sha 4-variant sifatida ko'rishimiz mumkin All Comfort brendi uchun tayyorlangan maxsus logotip brendimiz. Bu yerda biz bittada ko'rishimiz mumkin, ya'ni umumiy ma'noda sifatni, komfort, ya'ni qulaylikni va ishonchni 3 ta narsani jamlanayotganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu g'oyasi shu holatda tushunish uchun bu yerda ochib berilyapti. Ishonch, All Comfort bu ishonch, All Comfort bu komfort, ya'ni qulaylik, All Comfort bu sifat degan narsani jamlanishi va biz ko'rishimiz mumkin tezlikni, ya'ni yo'llar o'sha maqsadga borishligi, ya'ni bir aniq bir manzilga tez va oson borishligini bu yoqda logotipdan ko'rishimiz mumkin. All Comfortni biz orqa foni qizil fonda ko'rinishlari, undan tashqari o'zining standartlari bo'yicha minimal deylik moslashuvchan ko'rinishlari, logotipni o'zini ko'rinishlarida yoki yozuvni o'zini ko'rinishlarida ochib beryapti. Demak, o'zini ranglari, orqa fonda qaysi ranglar bilan ishlatilishlarini ochib berilyapti. Undan tashqari All Comfort brendimiz mashinalarimizda, avtobuslarimizda qanaqa holatda ko'rinadi. Demak, o'zini konsepsiyasini yo'qotmagan holda, o'sha tezkorlikni, qanotni yo'qotmagan holda brendimizda ham o'sha tezkorlik, kompaniyani eng katta ustunlari bo'lgan sifat, ishonchlilik va qulaylikni ochib bergan holda ham undan tashqari biz bittada ko'rishimiz mumkin o'sha qanotni, ya'ni tez yurayotganda qanot shaklini ko'rishimiz mumkin. Demak, All Comfort brendida o'sha kepkalarida, formalarida ko'rinishlari, umuman olganda o'sha o'rindiqlarda qaysi holatda ko'rinishlari juda ajoyib ochib berilyapti. Bloknotlarda ko'rinishlari ochib berilyapti va keyingi variantimizni ko'ramiz. Demak, birinchi variantimiz bo'yicha qanotni, tezkorlikni, undan tashqari All Comfort kompaniyasining 3 ta ustuni, ya'ni sifatni, ishonchni va qulaylikni ko'rishimiz mumkin. Bu yoqda keyingi yo'nalishimiz, ya'ni keyingi tavsiyamiz kompaniya uchun tayyorlangan logotipimiz bu Flixbus Yevropa standartlariga mosligi, Yevropa yo'nalishlariga mosligi va qulaylikni ochib berishini bitta ko'rishimiz mumkin. Demak, Flixbus, Eurolines, Ecolines, Alsa degan brendlarni ko'ryapmiz. Bular asosan bularning brendi o'sha Wordmark, ya'ni yozuvli brend hisoblanadi. Demak, umumiy olganda biz mana shu hozirgi ko'rsatadigan logotipimiz, brendimiz manzillar aro tezkorlikni bildiradi. Ya'ni manzillar aro juda ham tezkor harakatni bildiradi. Demak, tezkor harakatlanganda biz qanotni, A harfidagi qanotni, S harfidagi yondashuvni va M harfi va R harfidagi qanotni, tezkorlikni, ya'ni harakatlanayotganda eng tezkori degan ma'noni ochib beradi. Bu juda katta ma'no beradi, sababi All Comfort eng tezkori, eng qulay, eng sifatlisi degan g'oyani biz ko'rishimiz mumkin. Demak, A harfidagi o'zi A'ni o'zida mijozimiz yoki insonlarimiz, o'sha bizning mijozlarimiz, yo'lovchilarimiz bittada ko'rishi mumkin tezkorlikni, ya'ni qanotni, tezlikni, yo'llarda
haqiqatdan ham tezroq yetib borishini bittada ko'rishimiz mumkin. Demak, All Comfortni umumiy o'sha mashinalarda, avtobuslarda ko'rinishi bu yoqda o'sha shriftni o'zida ko'rinyapti va o'zini kiyimlarida ochib berilyapti. All Comfort yozuvlarida ko'rinishlari va alohida o'zini belgili holatda, ya'ni o'zini A harfida qanaqa holatda ko'rinishlari ochib berilyapti. Ya'ni tezkorlik, qanot va ishonchlilikni bittada ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ma'nosini tushunsak bo'ladi. Va oxirgi kompaniyamiz taklifi bu asosan yulduz yo'nalishini, yulduz yo'lini ochib berishga harakat qildik. Eng asosiysi bu lider kabi, ya'ni bu sohani eng katta lideri, eng ishonchli lideri, eng ishonchli kompaniya degan ma'noni ham ko'rishimiz mumkin. Bu yerda asosan yulduz yo'li nimani ochib beryapti? Asosan o'sha tezkorlik, e'tibor va olg'a intilishni ochib beryapti. Biz ko'rishimiz mumkin, o'sha avtobusni tezroq manzilga borilishligi, yulduz yo'li, ya'ni yo'llarda tezroq yurishini ochib berishi bizda bittada ko'rishimiz mumkin. Demak, mana bu belgimiz o'sha A'dan o'tayotganda belgimizni ko'rishimiz mumkin, yo'l va manzilga tezroq borishimiz. Ya'ni o'sha yulduz yo'li, yulduz kabi tezroq borishimizni ochib beryapti. Demak, buni o'sha ranglarda, orqa foni ranglarida ko'ryapmiz. All Comfort'da o'zi yo'nalishlari bo'yicha o'sha ma'nos jihatdan bu yoqda ochib beryapti ranglari. Kiyimlarda ko'rinishlari, All Comfort avtobuslarida umumiy ko'rinishlari bu yoqda ochib berilyapti. O'rindiqlarimizda All Comfort brendi ko'rinishlari ochib berilyapti. Kepkalarimizda o'zini pijeklarida ko'rinishlari va biza bergan taqdimot qilgan logotiplar, umumiy brendlarimiz. Birinchi variantimiz ko'rinishlarida All Comfort, ikkinchi variantimiz, uchinchi variantimiz va 4, 5 va 6 variantlarimizda ko'rishimiz mumkin. Shaxsan o'zimga yoqqan va o'sha mazza qilgan variantlarimiz, ya'ni o'zimiz tavsiya qiladigan variantlarimiz, ma'nosi chuqur bo'lgan variantlarimiz asosan menga o'sha 4-variant va Yevropa standartlariga mos bo'lgan 5-variant bo'ldi. Chunki ertaga o'sha Yevropa standartlari yoki umuman olganda brendni juda katta mohiyatini tushunadigan insonlar baribir bittada ilg'ab oladi brendlarimizni. Demak, All Comfort o'sha 5-variantlarimiz, 4-variantlarimiz va 6-variantlarimizni taqdimot qildik. Biza tavsiya qilgan variantlarni ham aytib o'tdik. Bu yerda o'z xulosalaringizni bersak, shu bo'yicha loyihalarni davom ettiramiz.